va biz. Tabiat insonlarning barcha moddiy, ma'naviy, ruhiy ehtiyojlarini qondiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Havo, suv, yer, toshlar, o'simliklar, hayvonlar, odamlar bularning hammasi tabiatdir. Inson hamisha tabiat bilan uyg'unlikda yashaydi. Tabiatni sevish, ardoqlash, uni asrab-avaylash barchamizning burchimizdir. Biroq biz ba'zan bilib-bilmay tabiatga zarar yetkazamiz. Daraxtlarning shoxlarini sindirib, ularga zarar yetkazamiz. Chiqindilarni duch kelgan joyga tashlaymiz. Jo'mraklardan ortiqcha suv oqishiga yo'l qo'yamiz. Chiroyli gulzorlarni oyog'imiz bilan bosamiz. Gullarni yulamiz. Ariqlardan oqayotgan suvlarga turli narsalar tashlab, suvni iflos qilamiz. Bu bilan biz tabiatga zarar yetkazamiz. So'nggi vaqtlarda havo, suv, tuproq borgan sari ifloslashib boryapti. Ular esa o'simliklar, hayvonlar, odamlar hayoti uchun zarurdir. Buning oqibatida ayrim hayvon va o'simliklar noyob bo'lib bormoqda. Ular bora-bora Qizil kitobga kiritilmoqda. Bizning yurtimizda ham ana shunday jonivor va o'simliklar kam emas. Ularni asrashimiz kerakdir. Bugun yer yuzida ekologik muammolar paydo bo'lmoqdaki, ular nafaqat ayrim davlatlarda, balki butun insoniyatning kelgusi hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Bu kabi muammolar qatoriga atmosfera ozon qatlamining yemirilishi, chuchuk suv zaxiralarining kamayishi, abadiy muzliklarning eriyotgani, dunyo Qizil kitobiga kiritilgan noyob o'simlik va hayvonlarning keskin kamayib borayotgani va shu kabi boshqa holatlarni kiritish mumkin. Puxta o'ylamay amalga oshirilgan ishlar albatta tabiat muvozanatini buzib yuboradi. Inson ekologik madaniyatli bo'lishi kerak. Ekologik madaniyat bu atrof muhit to'g'risida chuqur bilimga, tabiatni asrash tuyg'usiga ega bo'lish, o'simliklar hamda hayvonlarga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatishga, tabiat zaxiralaridan oqilona foydalanish, ularni ko'paytirish borasida qayg'urishga qaratilgan amaliy faoliyatning ko'rsatkichidir. Ana shu xislatning o'zida aks ettira olgan insonni ekologik madaniyatli deb atash mumkin. Suv havzalarini ifloslantirmaslik, axlatni duch kelgan joyga to'kmaslik, atrofni ozoda saqlash, ko'chat va gullarni sindirmaslik hamda ularni ekish, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, qushlarni parvarishlash, xonadon va xiyobonlarni gulzorlarga aylantirish kabi harakatlarni amalga oshirish ekologik madaniyatlikning eng oddiy ko'rinishlari sanaladi. Ekologik madaniyat bu faqat tabiatga zarar keltirmaslik emas, balki uning tiklanishi, gullab-yashnashiga hissa qo'shish degani hamdir. Oddiy qoidalarga rioya qiling. Uyda suvni tejashga odatlaning. Uni ifloslantirmang. Jonivorlarga ozor bermang. Chiqindilarni ko'cha-ko'yga emas, maxsus ajratilgan joylarga tashlang. Xulosa qilib aytganda, tabiat bizga emas, biz tabiatga muhtojmiz. Tabiatni asrash va undan oqilona foydalanish barchamizning burchimizdir. Zero ona tabiat kelajak uchun qoldirishimiz zarur bo'lgan boylikdir. EduKids rasmiy